2 yil oldin o'zimni boshimdan o'tgan bir ajoyib narsa. Bizda har yili shu Jalolobodga turk birodarlar kelib qurbonchilik qilib ketadi. 30, 40, 45 tagacha qurbonlik qilib, buqa so'yib, shu elga tarqatib ketishadi. 2 yil oldin ozgina qiyinchilik bo'ldi menga. Sheriklarim sal ketib qoldi-da, o'zim yolg'iz qoldim. Keyin aytdim, Xudo xolasa keyingi yil men qatnashmayman dedim. Men og'rib olaman dedim. Shu yerda o'zida farishta olmay dedi, Xudoning qudrati bilan 35 kun masjidga ham chiqolmadim, uyda og'riyapti. Umuman hech narsaga qatnasha olmadim. Aytmoqchi bo'lganim, shunday so'z chiqqanini o'zingiz ulgurmay qolasiz, farishta amin deb qo'yadi ekan. Yo'q, 1 yil o'tdi, haqiqatan u esimda ham yo'q edi. Bitta birodar kelib eslaysizmi, uka, shunaqa so'z aytganingiz dedi, keyin esimga keldi. Birodarlar, tilimizdan chiqqan so'z farishta amin deb qo'yishligi hayotda o'ta ko'p ekan.